Assalomu alaykum hammaga, Sherxon Nasutullayev YouTube kanali kuzatuvchilari. Ushbu videoda yangi chiqqan Damas avtomobil bo'yicha biroz gaplashamiz va pozitsiyalarni qanday farqi borligini sizlarga ko'rsatib o'taman. Boshladik videoni, unaqa cho'zish niyatim yo'q. Videoni boshida sizlar bilan ushbu modelni tarixini ko'rib chiqamiz. O'zi qayerdan chiqqan, nima bo'lgan, nima qo'ygan, men sizlarga manbalar topib qo'yibman. Birinchi navbatda o'zingizlar kirib ko'rsanglar ham bo'ladi. Internetga kirasizlar. CGMV yozasizlar. Ya'ni mana bu zavod. CGMV degan 3 ta zavod bitta bo'lib, qo'shma korxona bo'lib, mana SAIC, General Motors, Wuling avtomobil kompaniyasi, mana logotiplari. Shu 3 ta kompaniya bitta bo'lib, bu modelni ishlab chiqargan. Bundan tashqari yana bu model, yana bir ikkita modellar hali bizga sotilmaydi u. Shu modellarni 3 ta kompaniya bitta bo'lib, qo'shma korxona bo'lib ishlab chiqarishgan. Xitoyning o'zida ichki bozorda Wuling emblemi bilan ishlab chiqarilgan, eksportga, ya'ni bizdan oldin, O'zbekistondan oldin ham bu xuddi shu mashina, xuddi shu emblema, ya'ni Chevrolet bilan Braziliyada, Meksikalarda sotilib kelgan. Buni ham sizlarga chiqarib qo'yishim mumkin. Misol uchun, mana bu Meksikaning sayti. Mana bu yerda boshqa mashinalar ekan, hozir bir daqiqa. Xo'p. Mana. Xuddi shu mashina. YouTube'ga ham Chevrolet N400 yozsalaringiz, mana xuddi shu mashinani videolarni ko'rasizlar. Bu O'zbekistonni yoki o'zbekistonliklar qilgan videolar emas, mana bu O'zbekistonniki. Mana Amerikada, qaysi tillarda olingan, Braziliyada, Meksikada 1 yil oldin mana Chevrolet N400 ham varianti bir xil shu model. Ya'ni bu mashinaning o'zi kelib chiqishi General Motors, Wuling, keyin SAIC kompaniyasi tomonidan 3 ta kompaniya bitta bo'lib, shu modelni ixtiro qilishgan. Motor GM, yana bir nimalar GM, ayrim narsalar zapchastlar o'sha Xitoy, hammasi bitta bo'lib ishlab chiqarishgan. Xitoyning o'zida Wuling bo'lib sotilgan shu paytgacha. Xitoydan tashqarida boshqa model bo'lib, ya'ni N400 modeli bo'lib sotilib kelgan. Ko'rsatdim, Amerikada ham bor, Meksikada ham, adashmasam Braziliyada ham bu model sotilib kelgan. Endi mana bizga kirib kelyapti. Bu uning tarixi. Ya'ni men kecha video chiqardim, Instagramga, Telegramga, YouTube'ga Xitoynikini olib kelib emblemasini o'zgartirishyapti. Unaqa deb. Yo'q, bu qo'shma korxona. Shuni tushunib yetinglar. Xuddi o'zimizni Cobalt'ni bilasizlar-ku. Chevrolet emblema bilan o'zimizga ishlab chiqariladi. Bundan bir necha yil oldin eksportga xuddi shu mashina Ravon emblema bilan chiqarilgan. Shunda ular, ya'ni Qozog'istonga Ravon bo'lib chiqqan payti Qozog'istondagi aytishmagan-ku. O'zbekistondan bizga olib kelib, Ravon emblema qilib bizga qimmat qilib sotishyapti. Qozog'istonda Cobalt bizdan qimmat. Shuni tushunib olinglar, bila olinglar, kirib saytlarga ham ko'rsanglar bo'ladi. Menimcha kelib chiqishi bilan sizlarga ma'lumot berib oldim. Xo'p, bu Xitoyga aralashgan, buni inkor qilganim yo'q. Ya'ni o'sha 2-3 ta kompaniya bitta bo'lgan va Xitoyning ham oddiy aytganda sorti bor. Men ancha oldin o'tgan yil aprel oylarida bitta modelni obzor qilganman, adashmasam Bardosh. Xohlaringlar sizlar o'zlari shunday chiqinglar, hamma GM salonlarda, dilerlarda bor shu mashina. Shunday borib sifatini ko'ringlar. Men Bardoshni obzor qilganman. Bardosh ham Wuling kompaniyaniki, lekin sifati bunaqa emas. Men o'tirgan paytim boshim mana bu yoqdan kelib qolgandi. Agar oynani ko'rmoqchi bo'lsam, uni ekranda chiqarib qo'yaman o'z kadrlarni. Oynadan qaramoqchi bo'lsam, boshimni mana egib qarashimga to'g'ri kelardi. Sababi mashina bo'yi past, sifati ham pastroq, sorti edi. Buni sifati zo'r. Kelgan odam hali unisi yaxshi emas ekan, bunisi yaxshi emas ekan degani yo'q. Hamma narsasi joy-joyida qabul qilishyapti odamlar. Savdosi hozircha boshlangani yo'q. Bugungi kun holati bo'yicha, 14-yanvar holati bo'yicha konkurent hattoki mana bunga ham bo'lyapti. Cobaltni o'ylab, Cobaltni plan qilib kelgan mijozlar ham buni ko'rib, Cobalt bilan Damas'ning mix varianti ekan-ku, xuddi Cobalt ekan, Ford bor ekan, shundan bosib o'rsak ham bo'lar ekan deyishyapti. Xo'p, aytib o'tilmagan ma'lumotlarni aytaman, farqlarni aytaman. Birinchi navbatda aytib o'tay. Bu mashina bizda ikki xil pozitsiyasi bo'ladi, oddiy aytganda. 1.2 motorlik oddiy pozitsiya, full pozitsiya. Xuddi shunday bo'ladi, 1.5 motorlik oddiy pozitsiya, full pozitsiya. Ya'ni sizlar ko'rib turgan shu 1.2 ni oddiysi bilan 1.5 ni oddiysi bir xil bo'ladi. Deyarli farqi bo'lmaydi ushbu ikkala pozitsiyani. Endi yaxshi pozitsiyasi, ya'ni LV1 pozitsiya ham xuddi shunday. 1.2likda yaxshi pozitsiyasi bilan 1.5likning yaxshi pozitsiyasi bir xil bo'ladi. Faqat o'sha 1.2, 1.5 deganda faqatgina motor va korobkada farqi bo'ladi. Obzorni boshlaymiz.
siz 1.5 ni fulli qanday bo'ladi degan savol bo'lsa, hozir men aytgan narsalarning hammasi bo'ladi, faqat motori 1.5, korobkasi 6 talik bo'ladi. Hozir men sizlarga 1.2 ni fulli qanday bo'lishini aytaman. Dokumentalni aytsak, 1.2 LV1 ni hozir sizlarga aytib o'taman. Internetda rasmlarini qaysinikini topsam, ya'ni tumankasi bor joyini topdimmi, ekranga tumankani chiqaraman, diskasini topdimmi, saga diskasini chiqaraman. Ketdi, boshladik. Yana bir bor aytib o'taman. Full bilan full bir xil. Hozir 1.2 ni fullini aytaman, 1.5 ni fulli ham xuddi shunday bo'ladi. Oblisovka nikel bo'ladi. Pastida tumanka bo'ladi. Ekranga rasmini chiqaraman, ko'rishingiz mumkin. Diska razmeri 14 bo'lib, saga diska bo'ladi. Bokovoylari qora bo'lmaydi-da, kuzovlar qanaqa rang bo'lsa, o'shanaqa rang bo'ladi. Eshik dastalari qora bo'lmaydi-da, kuzovlar qanaqa rang bo'lsa, o'shanaqa bo'ladi. 1.2 LV1 da ham, 1.5 LV1 da ham. 3-4 marta ta'kidladim. Bir xil bo'ladi deb. Diska aytib o'tganimdek bir xil bo'ladi. Bagajni shunday yopamiz. Mana bu qora mo'ylovcha deylik. Qora mo'ylovchasi kuzov rangida bo'ladi. Ya'ni sizlar metallika rang olsanglar metallika, oq olsanglar oq bo'ladi. Mana yantaki aytgan gapim N400 modeli. Meksika, Amerika, Braziliya mana shu nom bilan sotilib keladi. Endi bizga Damas degan nom bilan kirgizishdi. Buni sababini men bilmayman. Tashqi ko'rinishda shu farqlar. Ichkariga kirgan paytimiz farq bo'ladi. Agar sizlar 1.2 ni oddiysidan olsanglar, oddiy kalit bo'ladi. Agar 1.2 ni LV1 olsanglar, sizlarga pult beriladi, pultli kalit beriladi, xuddi Cobaltnikidek. Obshivkaga o'tamiz. LV1 pozitsiyalarda obshivka bunaqa bo'lmaydi. Bu LV0 niki oddiy. Agar sizlar LV1 olsanglar, rasmini ekranga chiqaraman. To'liq yopiq bo'ladi. Oldin knopka bo'ladi. Manaqa mesorovka bo'lmaydi. Faqat oldin. Bu taraf ham, u taraf ham. Menga LV1 ni aynan shunisi yo'qdi. Yopiq. Bu oddiyroq ko'rinyapti. Lekin kimgadir shu ham ma'qul. Menga kerak emas deydi. Sizga yoqmagan bo'lsa LV1 olishingiz mumkin. Xo'p, o'rindiqlar LV1 da qora material bo'ladi. Shaxsan men o'zimga mana bu rang ko'proq yoqyapti. Qimmatroq paysalarda mana bunaqa rang ko'rsam, men xursandroq bo'lardim. Oddiylarda qora bo'lsa, qanaydir o'zbekchilikka to'g'ri kelardi. O'tamiz sekin-sekin. Bir xil bo'ladi. Bir xil bo'ladi. Kolonkalar LV0 da 2 dona bo'ladi, torpedkalar. Agar sizlar LV1 olsanglar, ichkari tarafdan ko'rsatmay, orqa tarafdan ana shu taraf ichkari tarafda bo'ladi. Orqa eng oxirgi qatorga ana shu tarafda ichkari tarafda bo'ladi. Yana oldinga o'tamiz. Ruli bir xil bo'ladi, torpedkalar, kolonka, mikrofon, uzr, magnitofonlar bir xil bo'ladi. Biolar bir xil bo'ladi. LV1, 1.2 xuddi shunday. 1.5 likda LV1, LV0 ham korobkasi 6 talik bo'ladi. Boshqa farq yo'q. Boshqa yana bitta farq, endi milichovkadagi farq. Oynachasi yo'q. Sizlar LV1 olsanglar, oynachasi bo'ladi. Farqlar tugadi old qismda. Shunda orqani ochay, orqani qulflab qo'yishgan. Ochdik. Bu LV0 ni ichi. Agar sizlar LV1 olsanglar, bor yo'g'i 5 million so'm qimmatidan olsanglar, o'rindiqlar kapitanskiy bo'ladi. Ya'ni bu yoqda bitta xuddi shunday o'rindiq, bu yoqda bitta shunday o'rindiq. O'rtada yo'lakcha bo'ladi. Ekranda rasmini ko'rishingiz mumkin. Kimgadir u qulay, kimgadir bu qulay. Menga o'zimga shaxsan bu yoqadi. Sababi ana bu qo'shimcha o'rindiqcha bor. Bu 8 talik. Agar sizlar LV1 olsanglar, u 7 talik bo'ladi. Uni o'rtasi ochiq, unga qo'shimcha o'rindiq yo'q. Kenglik masalasi hammasida bir xil bo'ladi. Bu pozitsiyalar, ya'ni LV0 ni o'rindiqini suyantirib, oldi-orqaga qilib bo'lmaydi. Agar sizlar kapitanskiy o'rindiq bilan jihozlangan LV1 olsanglar, sizninkini oldi-orqaga borib kelsa bo'ladi, yotqizsa ham bo'ladi. Yotqizgan paytda endi orqaga biroz noqulaylik tug'dirasizlar. Ko'rishingiz mumkin. Keyingi farq. LV1 olsanglar, orqa uchun alohida konditsioner tizimi bo'ladi, ekranga chiqarib qo'ydim. Bu yana ham sovishi uchun sizlarga yordam beradi yoki yanada isishi uchun pechkani qo'shganda yordam beradi. Va qo'shimcha plafonchasi ham tepada bo'ladi. Bunda plafoncha yo'q. 3-qatorda dastakcha ham bo'ladi. Adashmasam 1.5 ta LV1 da bo'lishi kerak. U haqida hozircha menda ma'lumot yo'q. Atak bitta dastakcha unaqa katta narsa ham farq qilmaydi. Bundan oldingi obzorda orqasiga o'tirib ko'rsatdim.
Bu ham baland bo'lsa qanday bo'ladi, past bo'lsa qanday bo'ladi. Ularni ko'rsatganman, o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Kanalimda obzor bor. Orqa o'ynachi ochiladi. Bagajni keyinga ko'rishinglar mumkin. Metan propan masalasi bemalol metan ham propan ham o'rnatsanglar bo'ladi. Birinchi kelgan kunning o'ziga gazchilar keldi, ko'rdi-da, "Ya, Xudoga shukr, o'rnatsa bo'lar ekan" deyishdi. Faralar galagen, chiroyligina, yorishlari ham zo'r. Old faralar ham regirovka qilinadi, balandpast bo'ladi. Menimcha, kerakli bo'lgan hamma narsani aytdim. Leve 0 bilan Leve 1 ning farqi bor yo'g'i 5 million so'm. 399 675 ming, unisi 144 million, qancha edi? 513 ming. Bor yo'g'i 5 millionga shuncha farq olasizlar. Zo'r-a? Bunaqa farq odatda bundan qimmatga tushar edi, lekin zo'r imkoniyat. 5 millionga obrisovka, tumanka, diska, mana bu detallar oq bo'ladi. Kolonkalar ko'proq bo'ladi. Tepada konditsioner tizimi, pult, kapitalskiy o'rindiqlar, yana mayda-chuda bir ikkita farqchalar qilib qo'ydi, spiral, mayda o'ynachalar. Bor yo'g'i 5 million so'mga. Zo'r farq. Farqlarni aytib tugatdim. Boshqa farqi yo'q menimcha. Endi sizlarga avtomobil o'z bo'yicha yana men yiqqan ma'lumotlarni aytib o'taman. Motor masalasi. 1.2 injektor motor. Hammasi 4 silindr. 4 portion. Motor sep. Remen emas. Sepli motor qo'yilgan. JM aralashgan deyapti. Yana aniq-tiniq ma'lumotga ega emasman, lekin yoqib ko'rsatishim mumkin. Motor umuman sixi ishlaydi, shum umuman yo'q. Akkumulyatori, konditsioneri, ABS, ruli elektrousilitel, ruli elektrousilitel. Hisoblabsizlarmi? Gidravlika ham emas. Shundoq mexanik demasdan elektrousitelga shundoq sakrab o'tasizlar. Xuddi Onyx, Tracker, Malibu, Equinox kabi. Malibu Equinoxdan yumshoq. 100% Malibu Equinoxdan yumshoq, Onyx Tracker'dek. Xo'p, filtrlari, havo filtri, miyasi, motor zashniklari bor. Kuzov qattiqligi, hozir klient kamdagisi yo'q. Kuzov qattiqligi Cobalt'dan zo'r. Sizlar o'zingizlar bilishinglar uchun xohlagan salonga borasizlar, hamma salonda bor. Bunda kuzovini tekshirib ko'rishinglar mumkin. Mana bu narsasini mana bilsa bo'ladi. Qattiq. Odatda shu yerni bosib ko'rishadi-ku videolarda. Boshqa modellarga qaraganda menga qattiqroq tuyulyapti. Rangi esa oppoq emas, videoga oppoqroq ko'rinishi mumkin. Biroz qaymoq rangga tortadi. Sizlarga 1-2 ta ko'rsak, biroz qaymoq rangga tortadi. Hali ranglar palitrasi aniq e'lon qilingani yo'q. Hozircha 14-yanvar kuni holat bo'yicha, lekin aniq bilaman. Shunaqa rangi bor. Metallika rangi bor. Mana bundan ochroq, mana bu rangdan ham ochroq bo'ladi va tillo rangi bor. Zeus deyiladi-ku, Zeusdan sal ochroq. Bu yerda mana shu yer rangidan sal tilloga tortib ketadigan rang bo'ladi. Uni ham videolarini topsam, rasmlarni topsam, ekranga chiqarib qo'yaman. Chunki men hozirgi paytda qo'limdan faqat shu kelyapti, sizlarga ijtimoiy tarmoqlardan topib berishga harakat qilyapman. Mana bunaqa pricelar, nimasi bor, nimasi yo'qligini sizlarga deyarli aytib bo'ldim. Yana kerak bo'lsa, tashlab qo'yaman Telegram kanalimga. Ekranga ham chiqaraman, kommentni ham zakrib etib qo'yaman. O'tgan obzorda bitta xato ma'lumot aytganman. Flashga ketmaykan deb. Flashga ketgan. Qayerdan bilayman ham? Xuddi knopkada turibdi-da. Mana bunday qilsanglar flashga joy ochilgan. Flashga ham qo'ysanglar bo'ladi, Bluetooth eshitishlar ham bo'ladi, radio eshitishlar ham bo'ladi. Hattoki equalizerlari ham bor ekan, ya'ni basni regrovka qilsalaringiz bo'ladi, yana kira bir nimalarni regrovka qilsalaringiz bo'ladi. Zo'r. Avtomobil ancha keng, ancha baland. O'tirgan odamni boshi tepaga tegishi ancha qiyin. To'g'risini aytaman, menga yoqdi. Bu men avtosalonda ishlaganim uchun emas, boshqa narsa uchun emas. Zazorlar masalasi. Hech qanday muammo yo'q, qaranglar. Hech qanday muammo yo'q. Hamma joy bir xil. Ya'ni konveyer zo'r demoqchiman. Mana bu yerlarda odatda zazorlar bo'lib qolishi mumkin. Hech qayerda neto joy yo'q. Orqa resor, privat ham orqada. Agar 155 likdan olsanglar, sizlarda stabilizatsiya, antibuksirovочный rejimlar ham bo'ladi. Traction control deydi-ku. Misol qilyapsizlar, minivan avtomobilda traction control. Cobalt'da yo'q narsani hamsin. Onyx Tracker'larda bor-ku, stabilizatsiyani o'chirib qo'ysanglar, buksovat qiladi. Unda antibuksirovочныйlar bo'ladi. Endi bu pozitsiyada afsuski yo'q. Xuddi shunday avtomobilcha.
menimcha sizlarga kerakli bo'lgan hamma ma'lumotlarni berib, tushunarli qilib, aniq-tiniq yetkazib berdim. Ortaga 4 kishi o'tirib ko'rdik. Rasmini qo'yishim shart emas endi uni. Damasga 3 kishi qanday o'tirasizlar? Damasga 3 kishi biz o'tiramiz-da, endi u yoqqa borgan paytda ishxona sostav. Damasga 3 kishi qanday o'tirsa, bu Damas orqasiga 4 kishi xuddi shunday o'tiradi. 4 kishi перегруз bo'ladiki deyishinglar mumkin, ham bo'ladi. Bu 8 talikka ham B pravo o'tadi. Agar boz 9 ta bo'lsa, sizlarga B pravo o'tmasdi. Sizlar 8 talik olsanglar ham hech qanaqa muammosi yo'q. Balandligini qaranglar, mana Sidenkadan keyin yana pastda 2 xarid joy bor-da. Baland. Aytib o'tdim-ku, bu avtomobil Cobaltga ham konkurent bo'ladi, Damas'ga ham konkurent bo'ladi. Shu ikkita modelini shunday qo'shib, mix qilib qo'yishibdi. Obzor yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yinglar. Menimcha YouTube'da bunaqa aniq-tiniq qilib tushuntirib bergan obzor bo'lmasa kerak. Sifatli kontent ko'rmoqchi bo'lsanglar, kanalimga obuna bo'linglar. Bundan keyin Xudo xolasa, savdolari boshlansa, mijozlar ko'p. Mijozlar to'lov qilishadi. Kelgandan keyin ko'rsataman. Hali to'lov bo'lgandan keyin qanday bo'ladi, qancha paytda keladi, hozircha ma'lumoti yo'q. U bo'yicha Instagram, Telegram kanallarimda e'lon qilaman. Mana birinchi klient shartnomani oldi. Mashina 10 kundan keyin kelar ekan, mashina shu oyda ishga kelar ekan deb ma'lumotlarni beraman. Hamma ijtimoiy tarmoqlarda borman. Facebookdan tashqari kuzatinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.